Eng sifatli zinalar faqat bizda. Assalomu alaykum hammaga obunachilar. Mana navbatdagi qora qamishdagi burgut zinamizda Xudo xolasa apalkalarni bitirdik. Mana Xudo xolasa qo'lni yasab bo'ldik, endi armatura Xudo xolasa. Mana bu tomondan chiqib ketish. Xohlasangiz o'ng tarafdan, xohlasangiz chap tarafdan chiqaverasiz. Mana tepadan ko'rinishi. Ikkita taraflama bo'lgan. Mana. Namangan ustida bor mana shu. Doyoq qo'yadiganlar ham katta mana. Nima chiqib ketdilar. Xo'plasa. Voy. Armaturalarimiz ham oq qilib hozir. Mana. Yoqqan bo'lsa bitta like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar. Keyin armatura jarayonidan keyin ham qo'yaman. Armatura tashlab bo'lingandan keyin. Mana okalar. Armatura tashlash jarayoni. Xudo xolasa. O'ralari ham bir xil ideal qilib tashlangan. Mana. Bu tepadan ko'rinishi mana bir xilda tushib ketgan. Bu tomondan. Ana bu tomondan. Xohlagan odam bu tomondan, xohlagan odam bu tomondan tushaveradi. Nahli o'zlari ham mana ulanishlari ham 1 metrdan uzun, bu o'rtalari, oldi taraflari 40 santimetrdan uzun. Ideal qilib cho'tki qilib armaturasini ham tashib Xudo xolasa. Hop. Mana. Xudo xolasa uyga yarashgan cho'tki izina qilingan. Mana Xudo xolasa armaturalarni ham tashlab bo'ldik. Cho'tkilar bo'lib 2 qator qilib tashlaganmiz. Bo'lishinglar mumkin. Bu tomonga ham chiqqan. Bu tomonga ham mana. Hozir tepadan ham ko'rinishini ko'rsataman. Voy. Mana. 120 dan 1,5 metrga kengaytirilgan. Ikkala tomonini ham bir xilda. Mana. Xudo xolasa cho'tki. Stupenkalarni qo'yib ham ko'rsatamiz. Yana ham video oladigan bo'ldi-da. Qo'yib beraman. Ha, undoq qo'y. Xudo xolasa YouTube'ga joylaydi. YouTube'ga chiqib cho'tki qilib. Mana unaqa buni video qo'yaman. Ana qolaman video qo'yadigan. Oldi, dahshatdan oldi bek. Mana obunachilar quyib ham tugatdi Xudo xolasa. Bizlarimizni ideal qilib tekslab qo'ygan mana. Sifatlari o'ta go'zal. Buni burgut zina deyiladi. Cho'tkilar. Quyib tugatdi. Hozir tepadan ko'rinishini ham ko'rsataman. Mana tepadan ko'rinishi. O'ta sifatli ideal darajada chiqqan. Cho'tki. Ha.